Assalomu alaykum, yuridik butik kuzatuvchilari, obunachilari. Bizani faoliyat yuritayotganimizga 2021-yildan beri faoliyat yuritamiz va shu paytgacha 5 yildan oshdi faoliyatimizga. Aynan yerga oid nizolar, yerga oid yer munosabatlari bo'yicha ko'riladigan va amaliyotimizda bo'layotgan muammolar bo'yicha fikr bildiraman. Bundan oldin bu haqda juda ham ko'plab video tasvirlarni, video lavhalarni sizlarga taqdim qilganmiz. Bu videomiz ko'proq kishiga foydali bo'lishi uchun albatta o'sha podpiska bosib, like bosishlaringizni so'rab qolardik. O'z aslida bu narsani ko'p so'ramaymiz, lekin kimgadir foyda keltirish uchun baribir so'rash maqsadiga muvofiq deb o'yladik. Endi yerga oid nizolar deganda yer uchastkangizdan nomaqbul tarzda oqilona foydalanmaganingizda yoki umuman mazkur yer uchastkasini bergan organ tomonidan sizning yeringiz olib qo'yilishi, unda 2 yildan beri foydalanmaganligingiz, shu paytgacha o'sha inyeksiya majburiyatlarini bajarmaganingiz, kelishuv majburiyatlarini bajarmaganingiz bo'yicha nizolar paydo bo'lishi mumkin. Bu organ qaysi organ bo'ladi? Yerni egasi, ya'ni yerni egasi ko'p hollarda 90% holda hokimlik bo'ladi. Mahalliy davlat hukumat organlari. Mahalliy davlat hukumat organlari sizdan yerni qanday talab qiladi o'zi? Chunki ularga sizga berilgan, sizga tegishli bo'lgan yer qandaydir huquq asosida berilgan. Men bu jarayonda aynan xususiylashtirilgan yerlar haqida biror nima demoqchi emasman. Faqat xususiylashtirilmaganliklari, ya'ni aynan yer uchastkasi ajratilgan va mazkur yer uchastkasi shu paytgacha foydalanish huquqi, ijara huquqi yoki vaqtinchalik foydalanish huquqi bilan berilgan bo'lishi mumkin. Siz bu yerni xususiylashtirmagansiz va o'sha huquq bilan turibdi o'sha yerda. Hokimiyat 2 yildan beri foydalanmagan deb chiqadi. Agar bu yer qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer bo'ladigan bo'lsa, oqilona foydalanmadi, baribir tushib ketdi, falon bo'ldi degan talablarni qo'yib, asoslarni qo'yib sizdan yerni talab qilib oladi. Albatta bu yerlarni talab qilib olish sud organlari orqali, ya'ni sudning hal huquq qaroriga asosan olinadi. Shuni arzimas bo'ladi. Hokimiyat yerni so'raganda yoki talab qilib olganda yerni darrov berish emas, uni huquqiy asos keltirayotgan huquqiy asoslarini ko'rib chiqishingiz kerak. Masalan, yer uchastkasini asosiy to'rga nomuvofiq foydalanganda degan talab qo'yadi. Bu nima degani aslida? Yer uchastkasiga berilgan o'sha asosiy foydalanish turi, masalan, u yerda birinchi qavat savdo va maishiy xizmat, keyingi qavatlari turar joy deb berilgan bo'lishi mumkin. Yoki umuman mehmonxona, klinika, savdo obyekti yoki umuman boshqa holatda. Mana shu holatdan, masalan, savdo obyekti deb berilgan bo'lsa ham, siz uni birinchi, ikkinchi qavatini savdo obyekti qildingiz, qolgan qavatlarni turar joy qilib oldingiz, dom qilib oldingiz. Yoki sizga dom uchun berilgan, siz faqat katta bir savdo obyektini qilib qo'ydingiz yoki klinika, mehmonxona binosini qilib qo'ydingiz. Bu yerning asosiy turiga nomuvofiq foydalanish bo'lib qoladi va hokimlik sizdan yerni tortib olishi mumkin bu holatda. Hokimlik sizdan yerni talab qilgan paytda bu hokimlik organi, mahalliy davlat hukumati organi bilan qandaydir kelishuvga erishaman, kelishuv tuzaman deyishni foydasi yo'q. Yoki shantajlik qilishni, men buni auksiondan sotib olganman deyishni ham foydasi yo'q. Auksiondan sotib olgan taqdiringizda ham bu yer uchastkasi sizga ijara huquqi asosida berilgan. Agar bu narsalarni inkor qilsangiz, siz sudda yutqazishingiz mumkin. Kelishuv tuzish, mediatsiyaga erishish deganda mazkur yer munosabatlariga oid holatlar, da'volar yuzasidan kelishuv tuzilmaydi. Tuzilgan kelishuv ham oldin tuzilgan bo'lsa ham bu haqqiy bo'lmaydi. Mayli sud tasdiqlab bergan bo'lsa ham, sud o'zini qarorini bekor qiladi. Endi nima asoslarga ko'ra yer uchastkasi olib qo'yiladi? Hokimlik sizdan yoki yerni egasi sizdan qanday talab qo'yishi mumkin, qanday asoslarni qo'yishi mumkin degan narsa bo'lishi mumkin. Yer uchastkasidan istiqtoriga voz kechsa, shuni ham yerga bo'lgan huquqingiz bekor qilinadi. Endi nima asoslarga ko'ra olib qo'yilishi bo'yicha
yer uchastkasi berilgan muddat tugaganda bundan yer uchastkasini ijaraga olish shartnomasini yangi muddatga uzaytirish qo'llanib asosan mayli. Yer uchastkasini 10 yil muddatga olgansiz va bu yer uchastkasini muddatini cho'zdingiz, bu mayli. Davom etaveradi, lekin muddat tugaganda hozirgi qonunchilikda vaqtinchalik foydalanish huquqi degan huquq mavjud emas. Va sizga 2017-yilda, 18-yilda vaqtinchalik foydalanish huquqi bilan yer berilgan bo'lsa, siz borib bu yer uchastkasi vaqtinchalik foydalanish huquqi ekan, значит ijara huquqiga to'g'ri keladi, mani ijara huquqimni cho'zib ber deb hokimlikka murojaat qilsangiz, hokimlik uni rad qiladi. Sababi bu ijara huquqi emas. O'sha davrdagi qonunchilik bo'yicha bu vaqtincha foydalanish huquqi edi. Va hozirgi qonunchilik bo'yicha vaqtincha foydalanish huquqi yo'q. Mazkur huquqni uzaytirish imkoni ham yo'q. Shu uchun bu holatda kurashganning foydasi yo'q. Endi yer kodeksining 36-moddasida bu holatda ko'rsatilgan, yuridik shaxs tugatilgan deb ko'rsatilgan. Mayli. Xizmatda foydalanish uchun chek yer berib qo'yishga asos bo'lgan mehnatga oid munosabatlar bekor bo'lganda, agar qonunchilikda boshqa hol nazarda tutilgan bo'lmasa, yerga bo'lgan huquq bekor qilinadi. Keyingisi, yer uchastkasidan ruxsat etilgan foydalanishning asosiy turiga nomuvofiq foydalanilganda degan bir zo'r asosimiz bor. Mazkur asosni men yuqorida aytib o'tdim sizlarga. Asosiy turga nomuvofiq foydalanib qo'ysak, даже bitta xonasini ham kvartira qilib qo'ygan bo'lsangiz, boshqa mehmonxona uchun ajratilgan bitta xonasini ham kvartira deb sotgan bo'lsangiz, bu noto'g'ri. Va sizning huquqlaringiz bekor bo'lishiga olib keladi. Yer uchastkasidan oqilona foydalanmaganda. Bu degani o'sha qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerni siz qarovsiz ahvolda qoldirdingiz, oqilona foydalanmadingiz deganlar endi umumiy so'zlarda tushunishingiz mumkin. Qarovsiz qolib ketdi, biror nima ekilmadi, bonitetlar tushib ketdi, yerning samaradorligi tushib ketdi va hokazolar kirishi mumkin. Yer uchastkasidan tuproq unumdorligi pasayishiga, uning kimyoviy va radioaktiv moddalar bilan ifloslanishiga, ekologik vaziyatning yomonlashuviga olib keladigan usullar bilan foydalangan taqdirda yer uchastkasi olib qo'yiladi. Ko'ryapsizmi, mana shu holatda ham sizning yer uchastkangiz olib qo'yiladi. Mana bu oqilona foydalanmaslik va o'sha 8-band 36-moddaning 8-bandi bo'yicha agar siz yer uchastkasiga bo'lgan o'sha yer uchastkasiga berilgan yer uchastkasida qanaqadir daraxtlarni kadastr qilib olmagan bo'lsangiz, unga bo'lgan foydalanish huquqingizni davlat ro'yxatidan o'tkazmagan bo'lsangiz, siz daraxtlar uchun ham pul talab qila olmaysiz. Kompensatsiya to'lovlarini yoki qilgan xarajatlaringizni to'lovini ham talab qila olmaysiz. Shuning uchun bu taraflarga e'tibor bering. Undan tashqari o'zi hammaga tushunarli, faqat men asoslantirib o'tib ketyapman bu narsani. Qonunchilikda belgilangan muddatlarda yer solig'i, ijaraga olish shartnomasi belgilangan muddatlarda ijara haqqi muntazam to'lanmay kelganda yer uchastkasi olib qo'yiladi yoki unga bo'lgan huquqlar ham bekor bo'ladi. Yer uchastkasini olganlik uchun haq belgilangan muddatlarda to'lanmaganda, muddati o'tgan qarzdorlik uning mavjudligi to'g'risida vakolatli organlar tomonidan ogohlantirish berilgan sanadan e'tiboran 6 oy ichida bartaraf etilmaganda, siz elektron onlayn auksiondan yerni oldingiz va unga bo'lgan to'lovlarni to'lamadingiz. Mana shu bo'yicha ogohlantirish berilgan sanadan boshlab 6 oy ichida bartaraf etmagan bo'lsangiz qarzdorligingizni yer uchastkasi olib qo'yiladi. Qishloq xo'jaligi ehtiyojlari uchun berilgan yer uchastkasidan 1 yil mobaynida qishloq xo'jaligi o'sha ehtiyojlari uchun, qishloq xo'jaligi sohasiga taalluqli bo'lmagan ehtiyojlar uchun, biz endi oldingi hokim qarorlarida qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yerlar uchun deyiladi. Mana shu yer uchastkalaridan 2 yil mobaynida foydalanilmaganda yer uchastkasi olib qo'yiladi. Bu narsaga yaxshiroq e'tibor berishingiz kerak. Bu kulchovoy davlat talabi. Ya'ni qolganlarini yutib chiqishingiz mumkin, lekin bunda yutish imkoniyati juda ham kam.
Nimalarga e'tibor berishingiz kerak? Sizga kimdir qarshilik qilgan bo'lishi mumkin. O'sha yerda nimadir qurishingizga qarshilik qilgan bo'lishi mumkin. Siz mazkur yer uchastkasida qurish uchun hujjatlarni rasmiylashtira olmayotgan bo'lishingiz mumkin. Hujjatlarni qilasiz, loyihalarni qilasiz, gazini orqaga olamansiz, ruxsat bermaydi. Aksiyani o'tkazamansiz, aksiyani o'tkazib bermaydi. Prosesini bermaydi. Mana shu holatlarni isbotlashingiz kerak. Bu shunchaki men yerni oldim, bo'ldi deb 5 yildan beri ushlab yurgan bo'lsangiz u yerni, haqiqatdan ham sizdan yer uchastkasi olib qo'yiladi. Sizga kimdir qarshilik qilayotgan bo'lishi mumkin. Hozir bu paytda mana shu narsalarni rasmiylashtirib qo'ysangiz, masalan 1 yildan keyin, 2 yildan keyin yer egasi sudga bergan taqdirda ham siz bu da'vo talabini rad qildirish imkoniga ega bo'lasiz. Kimdirni qarshilik qilganini hujjatlarida isbotlab qo'yish kerak. Ya'ni u isbotlab qo'yish, ichki ishlarga murojaat qilasiz, qarshilik qilyapti deb, sudga murojaat qilasiz, to'sqinlik qilmaslik majburiyatini yuklab ber deb va mana shu hujjatlarga ega bo'lganingizdan keyin yerni egasi sudga berganda mana bu holatlar bo'lgandiki, men qila olmadim, men o'sha yerda hech nima qila olmadim, foydalana olmadim deyishingiz mumkin. Chunki sizga berilgunga qadar kimdir o'sha yerdan bog' sifatida foydalanayotgan bo'lishi mumkin, tomorqa yer uchastkasi sifatida foydalanayotgan bo'lishi mumkin. Bu narsalarni isbotlab qo'yish kerak oldinroq. Sud jarayonida o'sha foydasi yo'q. Aksiyatdan o'tkazilmayotganligi. Masalan, aksiyatdan o'tib, ruxsatnoma olingandan keyin o'zi aslida sizga 2 yil davomida qurmasangiz, masalan, ruxsatnoma olgandan keyin 2 barobar soliq hisoblanish boshlanadi. Binoyingizga ham, yer uchastkangizga ham. Shu uchun shundoq ham davlat 2 barobar soliqni olyapti-ku degan tushuncha paydo bo'ladi va yer uchastkasi sizdan olinmaydi. Ya'ni bu yerda qurilish boshlanganligini isbot sifatida o'sha 2 yil davomida foydalanmaganligi va aynan mana shu 2 yil davomida foydalanmaganligi bo'yicha da'vo kiritilganda siz foydalanayotganligingizni o'sha ruxsatnoma asosida isbotlab berasiz. Mayli fundament qilib qo'ygan bo'lsangiz ham isbotlab berasiz. Va bu masalalar bo'yicha juda ham bir tozalash ishlari boshlanganda tumaningizda yoki sizga nisbatan qanaqadir shikoyatlar kelayotgan bo'lsa, bosimlar o'tkazilayotgan bo'lsa, mana shunday holatda yutib chiqishi mumkin. Da'vo talabini rad qilish bo'yicha. Shuning uchun bu masalalarda albatta yuridik kompaniyasiga murojaat qilsangiz, bizda o'z hududingizdan ham advokat yollash imkoniyati bor. Advokatimiz xizmat qilishi mumkin sizga va shu yerda o'zimiz turib, o'zimizning jamoa orqali sizga xizmatlarimizni ko'rsatishimiz mumkin.